Necha yildan beri haydovchisiz? Necha yildan beri? Ha. Tak. 10 yildan beri. 10 yil, 13 yildan. 10 yildan beri haydovchilik qilasiz. Birinchi belgimiz. Men savolga javob bermayman. Chunki pravom yo'q-da. Necha yildan beri haydovchisiz? 10 yildan beri. 10 yil, 13 yildan. Yaxshimisiz? Necha yildan beri haydovchisiz? 2 yildan beri. 2 yildan beri. Unda yo'l harakat belgilarini yaxshi bilsangiz kerak. Bir ikkita so'rovnomamiz bor edi. O'shanga siz izoh berib ketasiz. Yo'l belgilarini ko'rsatamiz, xo'p? Quvib o'tish mumkin emas. Quvib o'tish mumkin emas. To'g'ri javob berdingiz. Quvib o'tish taqiqlanadi, to'g'ri. Ha, Afg'on mumkin emas. Mumkin emas-da quvib o'tish. Afg'on yo'ldik. To'g'ri. Quvib o'tish taqiqlanadi belgisi. O'tirganmi kichkina ko'rinyaptimi deyman? Nima? Tirbandlik borligi. Tirbandlik borligi. To'g'ri. Afg'on qilish mumkin emas bu yerda. Bunisi bilmadim. Bilmaysizmi? Bu tirbandlik degan ekan. Endi bilib oldim. Biz O'zbekiston bo'yicha, respublika bo'yicha hamma yo'llarni bilamiz. Musofirlarning hammasi bu yo'llarni biladi. Lekin o'rtasidagi 3 ta mashina qatorligi. Bu znak yo'q yo'llarga bu znak.